Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan web serveri sayt qo'yishni ko'rib chiqamiz. Misol uchun bizning server bor. Mana server va bunga joylaymiz biza o'zimizning web saytimizni. Misol uchun kimdir birinchi web saytini joylaydi, kimdir ikkinchi web saytini joylaydi, kimdir uchinchini. Bizning saytlarimiz shunday ko'rinishda duradi serverning ichida. Ana endi Cloudflare degan xizmat bor. Bu bizlarga havola yasab beradi, ya'ni DNS shuningga yozsak ana Cloudflare degan Cloudflare shunday xizmat biza qo'yganda saytni serverning ichiga qo'ygandan keyin aynan serverning IP adresi orqali hozir uni IP adresini ko'rsataman. IP adresi 0103 bo'ladi. Hozir ulanishdan keyin ko'rsataman. Hozir tushuntirib beraman bir qator. Nav ishlatchakimizni bu yerda serverning IP adresi bo'ladi. IP adresi orqali bunga bog'lanamiz. Xohlasak SSH degan narsa orqali masofadan protokol orqali masofadan bog'lansak bo'ladi. Misol uchun internetdan bog'lansak bo'ladi yoki o'sha tarmoqqa ulansak Wi-Fi'miz bor, to'g'rimi? Shu Wi-Fi'ga ulanadigan bo'lsak, serverning yonida turgan shunga kirib bilamiz. Lokal ko'rinishda yoki bo'lmasa internet orqali girsak bo'ladi. Lokal ko'rinishda girish uchun o'zini IP'si bor, to'g'rimi? 192.168.0.103. Serverning ichiga girgandan keyin uning ichida Ubuntu server va Windows server. Biz ishlatadiganimiz Ubuntu server. Undan o'zini alohida login paroli bor va shu saytlar, biz qo'ygan saytlarimiz Ubuntu serverda turadi. Shunga ahamiyat berasizlar. Saytni hozir qo'yib joylab ko'rsatib beraman. Keyin men o'zim bir hafta izlanishlardan keyin o'zimni saytimni qo'yishga muvaffaq bo'ldim. Servera, Ubuntu servera va keyin unga DNS oldim Cloudflare tizimi orqali. Xo'sh, endi ko'pchilik narsalarni ustun aytdim. Aynan server Ubuntu server ichida web server ishlaydi. Web server Apache degan web server o'rnatilgan. Mana shu web serverga bizning ish saytlarimiz qo'yiladi. Shu saytlar lokal ko'rinishda Ubuntu serverga qo'yildi. Misol uchun bir IP bilan 192.168.1.0.103 va shu IP'ni portuna bog'lashimiz kerak. Men qo'yganim 80-portga bog'langan. Kimdir 80-80 dan boshlasak bo'ladi. Keyingilarni 80-80 kimnikidir 80-81 misol uchun 80-81 ish port orqali kimniki 80-82 80-83 80-84 shunday ketsak ham bo'ladi. 10 minggacha yozsak bo'ladi shunday. Shunday yozsak ham ishlaydi. Yo'q 9 ming yozarlar. 9999 shungacha shu portgacha yozsak bo'ladi. Biroz web saytlarni qo'ysak bo'ladi. Kafolat beriladi, hammaniki guruhda bor, hammaniki qo'ysak bo'ladi. Xo'sh, endi men o'ylaganim yana shunday ko'rinishda 103.80-port, ya'ni serverning IP adresi 192.168.0.103 va port 80-port orqali saytni ochib ber deb yozganman. Ana shu narsani hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Lokallanish uchun prosta brauzerga kirib turib, Wi-Fi ga ulanganingizdan keyin brauzerga kirib turib 192.168.0.103 deb yozasizlar. Lokallanish uchun Wi-Fi ga ulansizlar, keyin shuni yozasizlar. 192.168.0.103 80.06 madi? 80.06. Yana shunday yozasizlar. Lokal ulangandan keyin Wi-Fi ulangandan keyin mana
interfeysini ochib beradi. Proxmox degan chiqadi. Keyin uni login paroli va guruhda yozilgan. Keyin Ubuntu serveri ishga tushiriladi. Ve de endi Ubuntu serveri ishlab turibdi. Konsol bosiladi va Ubuntu serveri ichi ochiladi. Ya'ni shunday ko'rinishda. Unda qora ekran bo'ladi faqat. Qora ekran. Men PowerShell orqali ulanganim uchun menda shunda go'katib orqasidan chiqaradi. Birinchi serverga ulanishdan boshlaydi. Hozir menda bu yerda ulanib turibdi. Men qaytadan ulanaman bundan. Chiqib ketaman. PowerShell menda xolos hozir CMD orqali ulansangiz bo'ladi. Xolos hozir PowerShell Postgre'ni bosib PowerShell yozaman. Ichiga girdim. PowerShellni endi ulanish uchun men serverga ulanishim uchun menda shunday xizmat yordamga keladi. Tailscale degan bu VPN tarmog'i masofadan tunnel tortadidan, VPNni bilsangizlar, tunnel tortadidan masofadan ulanish imkonini beradi menga. İnternet orqali ana şuradan men serverning IP adresini yozishim kerak. Serverning IP adresi bizda username serverniki ijo server. Shuni bir bossam o'zi global IP adresi bor. Public deb aytamiz. Public IP adresi bor. Shu IP adresini copyright etib oladi shunda bossam. Buni o'zim ustanov etganman. Xolos hozir bu bo'yicha tushuntirib beraman agar kimga qiziqli bo'lsa. Hozircha bu narsalarni o'zim ustanov etdim, o'rnatdim. Endi masofadan ulanishni hozir tushuntiraman. Yana 186.39.38 ekan IP adresi serverniki. Masofadan ulanish uchun men yozishim kerak SSH keyin serverni user, ya'ni foydalanuvchi nomi serverda foydalanuvchi nomi bu Ubuntu'niki ahamiyat beringlar. Asosiy o'zi emas, xonada turgan. Ubuntu server root ijo küçükçe keyin yangi nani yozaman, IP adresini yozaman. Keyin aynan qaysi port orqali ulanadi? Menda 22 degan port orqali ulanadi. Ubuntu server enter bosaman. Mendan parolni so'raydi. Parolni aynan ish joyida ahamiyat beringlar. Serverning ichiga girgan vaqtda ish joyida parol brute force etiladi. Agar IP adresi va server nomini bilsa oldindan brute force etiladi ish joyida. Agar oddiy parol qo'yilgan bo'lsa, uning ichiga buzib kirish mumkin brute force orqali. Masalan, 1 dan 8 gacha qo'yilgan bo'lsa, ish joyidan brute force etiladi va server ichiga giriladi. Server ichiga girgandan keyin xohlagan ishni amalga oshirsa bo'ladi. Misol uchun kimlardir masalan real deb qaranglar, masalan katta kompaniyalar to'g'rimi? Serverlarni endi aniq shu ko'rinishda qiladi deb aytib bo'lmaydi, lekin texnologiyasi baribir shu ko'rinishda bo'ladi-da. Masofadan ulashni ochib qo'yadilar. Web serveri, lekin bu aniq bo'ladi. Boshqa katta kompaniyalarning web saytlarida. Agar shuni ichiga ulanib oladigan bo'lsangiz, keyin fayllarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Hozir IP adresini yozaman, parolni yozaman. Parol yozganda ko'rinmaydi, shuni ahamiyat berasizlar. Yozaverasizlar, lekin ko'rinmaydi. Parolni yozdim va yana ulandi. Root ijo server. Ulangan vaqtini ham ko'rsatdi. Tak, endi nollaytiraman. Xo'sh, men serverga ulandim. Sizlar lokalni ulangan bo'lsangizlar, mendam shunday ko'rinadi. Endi saytni ulashni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Serverga ulandik. Serverga ulangandan keyin maydon yaratib olishimiz kerak sayt uchun. Maydon yaratish uchun shu sayt turadigan papkani yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'pincha bizda sayt turadigan papka shu papka bo'ladi. CD orqali o'taman. CD var degan papka, keyin www. Shu papkaning ichida saytlar, biza yozgan saytlar turadi. Shuni o'tdim yana va ichini ko'radigan bo'lsam, ela istasam, 2 dona sayt bor ekan buning ichida. P2 va sbooks_sayt 1 degan. Har birisini ichini ko'raman. Men hozir o'zim qo'yganim sbooks sayt 1 degan.
Endi şunu içini göremen. Onun içini görüşüm için onun içine ötemen cd is books site ve ls etsem ne içinde frontend məlumatları durubdu. Misal üçün igh.png, idn.html, index.html, info.html, logo2.png, pgh.ng, style css, website book.jpg degan fayllar bor, shunday fayllar Xbox site degan papkani ichida, ahamiyat beringlar, shu papkani ichida. Buni ishlatib turganini ko'rishimiz uchun ba'zi sizlarga aynan ishlatib turgan narsani ko'rsataman. Va yangi bir boshqa fayl yaratib turib, shuni o'zini nega qo'yishni ham ko'ramiz. Lekin bizlar unda shu DNS ga qo'yishni ham ko'ramiz. Serverga joylab, keyin DNS ga qo'yishni ko'ramiz. Onun uchun xonada bolalar lokal ko'rinishda ishlatib turganini bilishi kerak. Shuning uchun bolalar kim bo'lsa, o'sha serverga ulaninglar. Login parollar ham berilgan. Shu orqali giringlar. Ya prosta Wi-Fi'ni o'zini ulanib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Wi-Fi'ni o'zini ulanib o'tiraveringlar. Agar serverni o'zini saytni qo'yganimizdan keyin shu Wi-Fi ga ulanish kifoya bo'ladi. Lokal ko'rinishda qo'yish saytni Wi-Fi ga ulanganingizdan keyin brauzer orqali so'rov beradigan bo'lsangiz, o'sha IP manzil va port orqali shunda saytni ochib berish kerak bo'ladi. Men hozir o'zi ishlatib turgan saytni o'zini ko'rsataman. Xo'sh, shu fayllar orqali qilinadi. Keyin men hozir hamma nastroykalarni aytganman. Cloudflare'dan bir silka olib beraman. Silka birlashtiriladi va men hozir qaysi nega qo'yganimni ko'rsatib berishim keraksa, qaysi portga qo'yilganini. Bizning shu index.html fayl orqali o'qib oladi. Asosiy fayl shu. Xbox site degan papka ichidagi ma'lumotlar. Ya'ni umumiy olganda bizning saytimiz. Xo'sh. Portlar hozircha shart emas. Virtual yana bir narsani sudo nano etc Apache 2 deb yoziladi. Apache 2 shu papkaning ichida. Shuning ichida sites chiziqcha va label shu papka ichida ko'raylik, nima boradi bizda. Nano dimizdan cg deb shu papkaning ichidan o'tamiz. Mana o'tdik, ls bosaman. Bor ekan pick.conf, yana bor ekan xboxsites.conf. Bu konfiguratsiya fayli, ya'ni Apache bo'lgandan keyin server Apache bo'lgani uchun shu Apache'ning ichida sites available degan papkasi bo'ladi, ya'ni Apache o'zi konfiguratsiyani saqlaydi. Shu konfiguratsiyani ko'rsatib berishimiz kerak, qaysi portga joylashtirganimizni aynan. Shuning uchun ham shu xboxsites.conf narsa konfiguratsiya fayli yoziladi va Apache uni dani bo'lishi kerak. Xbox saytni haqiqatda shu sayt internetga chiqishini ta'minlash uchun. Endi o'shaning ichini ochib ko'ramiz. Nano deymiz. Xbox chiziqcha sayt 1.conf tushunsangiz, ham virtual host va 80 port orqali qabul qiladi. Shunda ochiladi. Bu yerda konfiguratsiyasi shunda yoziladi. Bu oddiy narsa, ichida ko'p narsa yozsak bo'ladi. Yana ham konfiguratsiya fayllarini bu faqat ishlab berish uchun ko'rsatib beradigan narsa. Virtual host deb
açıladi va 80-port yoziladi 2 nuqtadan keyin. Keyin aynan qaysi joyda turibdi. Shuni ko'rsatib berishimiz kerak. Bizning saytlar qaysi joyda turganini. Dokument root yoziladi va uni papkasi ko'rsatiladi. Shu bilan bu Apache konfiguratsiya fayli bo'ladi. Endi konfiguratsiya faylini ko'rdik, 80-portga ulanganini ko'rdik. Biza ko'rishimiz kerak ссылkaga bog'lab. Endi biza 192.168.0.1.3 2.80 deb Wi-Fi ulanib poisk qiladigan bo'lsak, brauzerda bizlar saytni ochib beradi. Bolalar ishlatib ko'ringlar qani. Men shungacha 192.168.0.1.3 yozasizlar 2.80 brauzerda shunda poisk qilinglar Wi-Fi ulangandan keyin. Axlab degan Wi-Fi ulanasizlar. Axlab 5 ikkisidan birisi farqi. Xo'sh, endi shu ссылкani Cloudflare degan platforma orqali DNS ga birlashtiramiz. Shunda yozamiz ya, bu DNS ga birlashtirib beradi. Cloudflare tunnel -url http 192.168.0.1.3 va 80-port enter bosaman. Bolalar ishlatib ko'rdingizlarmi? Wi-Fi ulanib 305 dagi bolalar. Kanadagi. Tak, biza ko'rib turamiz shungacha. Sizlar ko'rib rezultatini aytinglar. Tunnel yaratildi, muvaffaqiyatli dedi va menga ссылка berdi. Mana shu ссылка orqali Ctrl Shift S. Damla bir sayt çıktı bunda. Açıldımı? Ya sayt çıktı. Bo'ldi. Kitoblar degan sayt, to'g'rimi? Bo'ldi. Zo'r ishlatib turibdi demak. Bu lokalniy. Ba'zi endi DNS ulanganini ko'rsataman-da. Ishi ссылка bizniki yana shu saytga ulab berdilar. Shu IP orqali. Hamma saytlar shunday ishlaydi, bilasizlar, to'g'rimi? O'zining IP'si bo'ladi va IP'ga birlashtirilgan domen. Yana shuni oldim va internetga zaпрос beraman. Shuni Shuni tashiyman. Enter. Göremiz. Shu bizning yangi joylab qo'ygan saytimiz. Yuqorida ko'rgan. Yana shu narsalarni. Shuni asosiy fayli index.html dan fayl ishi orqali ishlatib turibdi. Shu sayt. Va ishi nega birlashtirib berdi havolaga. Videolar ishining ko'rinishlari, ma'lumotlar qismi ham ishlaydi. Keyin ro'yxatlash qismi. Shu narsalari bor saytni. Bu ish ссылка orqali ishlaydi. Endi bir narsa bor bu yerda. Uning uchun bu vaqtinchalik havola deb aytiladi. Nechun vaqtinchalik havola? Bu yerda ishining ko'rinishida ishlatib turishi kerak terminalda. Hamisha tunnel yaratilib turishi kerak. So'rov berib turadi bir-birisine va javob berib turadi. Narsani ko'rdingizlar axiyri. Bu IP'si. Va ishining terminalda ishlatib turadi. Terminalda boshqa amal hozircha bu yerda bajarib bo'lmaydi aynan shu yerda. Endi buni agar to'xtatadigan bo'lsak, sayt ishlamay qoladi. Shu ссылка orqali. Lekin lokalniy ishlaydi. Lokalniy hamisha ishlatib turadi. Nechun desa, lokalniy lokal tarzda shu nani o'zida Ubuntu serverining ichida bor. Xo'sh.